Assalomu alaykum, Doniyor aka, Firdavs aka. Sizlarga Dalers Boiler haqida, kompaniya haqida ozgina savollarim bor. O'shalarga javob bersanglar. Birinchi savolim, Dalers Boiler tashkil topgani, uni bozordagi faoliyati haqida gapirib bersanglar. Firdavs aka. Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor bizning kompaniyamiz 2021-yil iyul oyida tashkil topgan. Ish faoliyatimiz jamiyatimizni elektr suv isitgichlari bilan ta'minlash, har xil hajmda, har xil ranglarda suv isitgichlar ishlab chiqaramiz. Korxonamiz Farg'ona shahrida kichik sanoat zonasida joylashgan. Oliy maqsadimiz sifatli va zamonaviy dizaynga ega bo'lgan elektr suv isitgichlari ishlab chiqarish, shu orqali xalqimizni issiq suv bilan ta'minlash. Xo'p, keyingi savolim, kompaniyada qiyinchiliklar bo'lganmi? Ya'ni biznesni tark etish haqida hech o'ylab ko'rganmisizlar? Albatta, bu biznesda bo'ladigan tabiiy holat hisoblanadi. Ayniqsa har bir biznesmenni qachondir ko'nglidan bu jarayon o'tadi. Lekin inson bitta maqsad qo'yish kerak, o'shanga intilishi kerak. Shunda o'zi o'ylagan niyatiga yetadi. Avvalambor ota-onaning duosi, oldidagi insonlarning ko'magiga bog'liq. Iloji boricha biznesni tizimlashtirishga harakat qilish kerak inson. Yaxshi javob bo'ldi. Rahmat. Endi 3-savolim, qisqacha mahsulotinglar bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Korxonamizda 3 xil turdagi modelimiz mavjud. Bular Daler Classic, Daler va Daler Premium. Daler Classic haqida gapiradigan bo'lsak, bu suv isitgichimiz odatiy uslubda datchik bilan jihozlangan bir quloqli. Daler haqida aytadigan bo'lsak, u mexanik regulyatorli, taymerlari raqamlarda aks etadi. Daler Premium bu suv isitgichimiz sensorli bo'lib, taymer va pultga ega. Shu orqali siz elektr tokini tejashingiz mumkin. Barcha turdagi modellarimizda ichki lis qalinligi 2 mm edi. Izolyatsiya qatlami esa 23 mm ni tashkil qiladi. Daler Classic modelimizda mokri ten, ya'ni ho'l tenda jihozlangan. Qolgan modellarimizda Daler Premium va Dalerlarda suxoy ten, ya'ni quruq ten bilan jihozlangan. Ana endi o'zingizlar haqingizda ham qisqacha ma'lumot berib o'tsanglar. Men Firdavs Komilov, Farg'ona shahrida tavallud topganman. Litseydan keyin Rossiya oliygohini bitirib, hozirgi kunda mana shu elektr suv isitgichlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. Assalomu alaykum. Men Isaqov Doniyor, Farg'ona shahrida tug'ilganman. Kollejni bitirgandan so'ng tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Bu biznesga kirib kelishimdan oldin oziq-ovqat va kassa apparat savdosi bilan shug'ullanganman. Dalers Boiler'dagi mahsulotlarni oldingi va hozirgi holati haqida aytib bersangiz. Har bir jarayon ma'lum bir rivojlanish, ya'ni o'sish qismidan o'tadi. Bizda ham dizayn va ichki qismlarimizda anchagina o'zgartirishlar kiritganmiz. Biz ham har kuni yangilik qilishga intilamiz va shu orqali zamon bilan hamnafas bo'lishga harakat qilamiz. Doniyor aka, biznesdagi sir nimada? Biznesda sir yo'q, asosiysi jur'at, ya'ni tavakkalchi bo'lish kerak. Har bir biznes ma'lum bir qiyinchiliklardan iborat. Biznesning rivojlanishida asosiy omillardan kuchli jamoa va tizimlashgan bo'lish kerak. Keyingi savolim, boiler ishlab chiqarishdagi eng qiyin jarayonlardan bittasini aytib bersangiz. Albatta, har bir jarayon qiyin hisoblanadi, lekin ma'lum bir standart va tizimlashtirish orqali bu ishlarni oson qilsa bo'ladi. Eng asosiysi jamiyatimiz uchun sifatli elektr suv isitgichlarni ishlab chiqarish, bu esa bizga har bir qiyin jarayonlarda oson bo'lishiga ko'mak beradi. 2025-yildagi Dalers Boiler erishgan eng katta yutuqlardan aytib bersangiz. Bu yili biz ko'p ko'rgazmalarda ishtirok etdik. Shu orqali hamkasblarimiz bilan tajriba almashdik. Korxonamizni kengaytirdik hamda yangi texnikalar sotib oldik. Shu orqali mahsulotimiz sifati hamda hajmini ko'paytirdik. Yana marketingni boshlab, o'zimizni respublikamizda shu tanitishni boshladik. Nega aynan Dalers Boiler'ni tanlash kerak? Bizning asosiy maqsadlarimizdan biri xolis va sifatli xizmat ko'rsatish. Bizdagi suv isitgichlarda boshqalarga nisbatan ichki listi qalinroq va servis xizmatiga katta e'tibor qaratganmiz. Hozirgi holatda 48 soat ichida
servis xizmatini ko'rsatamiz. 1 yil tengi va 3 yil ichki bakka kafolat beramiz. Hozirgi holatda Farg'ona shahri bo'ylab yetkazib berish bepul hisoblanadi va bizda shunday afzalliklar mavjud.